Lekin Gentrani hech qachon Tracker, Onyx mana bunaqa klassdagi mashinalarga almashtirib hech qachon baxtliroq bo'la olmas ekansizlar. Men sizlarga xolis aytaman, mana Malibu primer haydab ko'rgan odam sifatida aytaman. Gentrani даже primer ham bosib bermaydi, o'g'il bolaga bor-ku. Komforti, real sizenalarning joylashuvlari bo'ladimi? Har tomonlama rostdan ideal chiqarilganda u mashinada o'shanga haligacha 17 ming, 18 ming narxini ushirganda onang nimaga bor-ku. Men hozir mashinamni urib olganim uchun временно mana shu Tracker haydayapman, o'g'il bolaga mana shu rostdan kayf bermayapti mashina. Absolutno prям rostdan yoqmayapti, chunki anoni sidenalarini joylashuv hammasi ideal edi. Mana mashinani gabaritini chustut qilishlar, вот ideal chiqqan mashina. Ozgina o'sha usilinerlarni berib pavuk qo'yib, motorlarga ozgina usileniyasini berib, qolganini stok holatida ham maza qilib haydab yursa bo'ladigan realniy legendarniy mashina ekan. Sizlar nima fikrdasizlar? Mana shu GMda mana inomarkalardan понятно, undan zo'rlari tiqilyapti. GMdan eng zo'r mashina qaysi deb hisoblaysizlar?